Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech, kuningiz xayrli bo'lsin. O'rtoqlar, men zo'r akkaunt topdim. Kim qidirgandi konservalarni qishga, ya'ni bahorga, kuzda maza qilib ichish uchun, bolalaringizga, ota-onalaringiz uchun вообще zo'r akkaunt rosa qidirgandim va sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Kompotlar yopishga ulgurmaganlar uchun zo'r variant, chunki akkuratniy, toza qilib, juda ham halol tarzda tayyorlashadi va juda ham katta ishlab chiqarish bu. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Limon, apelsin va imbir. Juda ham ajoyib ta'mdagi mana murabbo, jam desa ham to'g'ri bo'ladi. Va bunisi behi murabbosi. Tepada kompotni ham qaranglar, 3 xili bor. Bittasi klubnikali, bunisi mana olchali, bunisi behili kompot. Tak, mana bu yerda o'rik murabbosi o'rtoqlar. Kim yaxshi ko'radi o'rik?